Shahidon mol bozorida birinchi qoringa 7 o'yinga ekan. 56 million so'm savdosi bo'lib berishyapti mana shu. Birinchi qoringa bo'g'az. Sigirimiz savdo bo'lyapti, 30 million so'mga berilmayapti. Bolasi mana 10 ajin ekan. Vash sigirimiz. 30 million so'mga sotilmoqda. Realni savdosi bo'lyapti. Bola 10 ajin. Novvoschamiz kelyapti. Necha pul bo'ldi aka novvoscha? Jupi bor aka 46 million so'm bo'libdi. Va sigirimiz so'raymiz. Sigir necha pul bo'ldi? Buqa necha pul bo'ldi aka? Shopir ekan bilishmas ekan. 24, 23 atrofida bo'lgan. To'g'onachimiz. Sigir necha pul bo'ldi? Sigir sotilmadi. Necha pul bo'ldi aka to'g'onachi? Harish gidaman xolos. Ya bu shopir ekan. Men tekinman. Ya 19 million so'm. Bo'g'oz. Sigir kattasi kelyapti. Necha pul bo'ldi aka qisi? Necha pul? Necha pulga sotdingda? Sotilmadi. Mana yana bitta qo'najimiz egasi bilmas ekan chiqib ketdi. 33 millionga birinchi qoringa bolasi novvoscha ekan. 33 million so'mga 5 litr sutga sotilibdi. Biz katta novvosimiz chiqyapti sementdan. Aka necha pulga sotildi taroziga? 816 kilo. 816 65 mingdan. 816 kilo 65 ming so'mdan taroziga so'ygani sotilibdi sementdan. Sigirlar necha puldan bo'ldi aka? Ikkalasi 48. Bo'g'ozmi bular? Ikkalasi ham qisir aka. Sizniki necha pul bo'ldi? Bu bo'g'oz ekan, buni bilishmaysiz. Necha pul bo'ldi aka bular? 30 million so'm bo'libdi. 10 ajinlar. Qo'chqorcha necha pul bo'ldi? Qo'chqor. 1.4 million so'm. Yana bola necha pul bo'ldi aka? Yana bola bilishmas ekan necha pul bo'lgan. Necha pul bo'ldi aka yana bola? 3 million 600. 23 million 600 ming so'm. 4 oylik ish bosgan ekan. Necha pul bo'ldi aka soliq jupi? Jupiga 7 million so'm soliqlarimiz. Hozir gigant mol chiqyapti hozir deb so'raymiz. Semental. Necha pul bo'ldi? 25. Buni ustiga aka 27,5 million so'm semental chiqyapti. Buqa necha pul bo'ldi buqa aka? Ikkitasi 60 million. Aka qisirimiz necha pul bo'ldi? 23 million so'm. Qisir so'ygani olishibdi. 10-chilar necha puldan bo'ldi? Bu narxini bilishmabdi. Shu 10 million atrofida bo'lgan bo'lishi kerak. Necha puldan bo'ldi aka bular? 12 million so'mdan qisirlar. Buqacha necha pul bo'ldi aka? 19 million so'm. Mana bu ham qisirimiz. Bo'g'oz ekan buni. Narxini bilishmasin. Qo'chqor necha pul bo'ldi aka? 9,5 million so'm bo'ldi qo'chqor. Bu moldan qimmat o'tib ketdi bu. Bozorda moldan qo'y qimmat. Necha pul bo'ldi aka bu qo'nachi? 16 million so'm qisir sog'di ekan. Necha pul bo'ldi ashi? Novvoschani so'raymiz. Novvos necha pul bo'ldi aka? 27,5 million so'm bo'libdi novvos. Buqa necha pul bo'ldi buqa? 52 million so'm bo'libdi. Greenford semirib ag'am o'tib ketgan janavar, dumma savoribdi. Buqa necha pul bo'ldi aka? Sotilmabdi buqacha. Buqamiz sotilmabdi. Yana bola necha pul bo'ldi aka? 32 million so'm bolasi novvos. Ayyor endi. Necha pul bo'ldi bu yurmayotgan buqamiz aka? 24 million so'mga sotilibdi, olishibdi 24 ga. Necha pul bo'ldi aka? 28 million so'm, ikkinchi qoringa bo'lsa bolasi 10 ajin. 28 million so'mga sotildi. Bo'g'oz necha pul bo'ldi aka? 33 million so'mga bo'g'oz. Birinchi qoringa 10 ajin. Necha pul bo'ldi aka? 26 million 500 ming so'm bo'g'oz ekan. Birinchi qoringa 10 ajin.
Gigant buqa kiyapti, hozir so'raymiz. Aka necha puldan bo'ldi taroziga? Buni narxini bilishmas ekan. Buqachamiz necha pul bo'ldi? 13 million so'mga o'zimizni jaydari mesni. Aka necha pul bo'ldi yana bola? 45 million. Bolasini olvasmi? Bolasini olvas ekan. 45 million so'mga bu molimiz sotilibdi mana. Bolasini olvas ekan mana. Bolasi ham chiroyli novvos ekan. Necha puldan bo'ldi aka novvoschilar? Sotim necha pulga sotilmadi?